Hammalarga assalomu alaykum. Portlash bunker ikkinchi qismini boshlaymiz. Qani boshladim. Endi mana shu yerda qolib ketgandik. Ikkinchi qismi bilsanglar. Shunaqa joylar quruvdik, mana qolib ketgandik. Iloji boricha birinchi qismini ham yaxshiroq ko'rib olinglar do'stlar, chunki birinchi qismida tushunarli bo'ladi. Ikkinchi qismini ham ko'rsanglar, mana maslahatim yaxshi chiqmaydi. Shuning uchun birinchi qismdan boshlab ko'rishinglar. Nimalar qilishimiz, keyin kommentga ham yozib ketinglar do'stlar. Xohlagan savollarni tekin-ku mana buni bosib qo'yinglar. Shuncha vaqtim ketyapti, lekin sizlar uchun ketyapti. Men o'zim uchun qilyapman, faqat sizlar uchun mana. Ertalabdan maktabga bormayman. Sizlar uchun. Obuna, like, otish 1 sekund mana. Bitta bosasizlar, bo'ldi. Tugaydi mana. Shuna bosasizlar, tugab qoldi mana. O'zinglar ham sezmaysizlar nima bo'lgan. Sizlar 1 sekund. Ham oltin knopka olaylik do'stlar, oltin emas endi. Kumush knopka olaylik. 10 mingta, 100 mingta bo'lib, hali endi 1 mingta bo'ldi. Haftaga 1 mingta do'stlar. Mana shu joy yetsa kerak. Top qolib ketgan. Qadaqadir joy qo'yaman. Bu yoqda yana chuqurroq. Mana shu yerga yotoqxona qilamiz. Ikkita. Bularni endi prosta ikkita qo'yib qo'yamiz. Mana shu videoda portlaganini ham ko'rsatamaslik. Juda katta portlagan. Juda. Mana yotoqxonaga juda katta quvurlar. Juda katta quvurlar ekan. Artiq qurgani qishloqlar. Lekin mendek katta qilmagan. Lekin ular mendan katta qurgan. Zo'r. Ularda modda Minecraft menda mod emas. Keyin ularda kompyuter menda. Kompyuter emas, lekin notebook menda. Kompyuter bo'lmasa ham notebook ham yaxshi ko'taradi. Zubop qoldi. Yaxshi. Eshikni ham qurib olsam, mana shu. Ta'sir qilyapti. Mana. Ishga mana yerga qo'yib qo'ysam. Mana. Aytga yotoq. Yerga qanaqadir narsalar qo'shamiz. Kerak emas mana. Tomini qilib. Voy. Qo'chib qoldi. Mayli. Endi shuni ham chiqishga majburman. Chunki qishloqlar bilmas,
lekin qonunda qishloqlar hammasi yo'q. Lekin qishloqlar ham kiradi, lekin undan oldin bo'lib qolishmas. Kelib bilib qolmasa qoldi. Tomni ham qilib oldi. Mana shu bo'ldi. Darvozaga eshik qo'yamiz keyin. Kim biri yana olish kerak, endi mana qilardan olish kerak, chunki bu radiatorga qarshi bo'lmasa ham sal yaxshiroqda. Oltinlik olamiz, yo olmaslik. Hop. Endi buni qolish kerak. Oqlarni sal qiyin bo'ldi. Mana shu yaxshiroq. Bizning bunker tayyor. Juda katta bunker bo'ldi, lekin tepasi kichkina uchun juda katta bunker. Menimcha domanda. Qo'rqib turib maqtan tashladim, lekin bunker qo'shib saqladim. Bo'ldi. Lekin portlash juda katta bo'lsa kerak. Uyimdagi narsalarim salkam yo'q, eshiklarim o'zimni qaranglar, mana ulovlar chiqib ketishni boshlagan. Shu uyimdagi narsalar kechqurun yonib ketib uxlayotgandi. Shu yotog'imda shuning uchun yotoq kompyuterlar yasolamiz. Rasm olish kerak, mana shunaqa bo'lsin. Keyin olmasa erib ketardi endi radiatorga qarshi. Shuning uchun tosh olmam. Ketdi. Uning uch qismdan iborat bo'lsa kerak. Yoki ana bu yerga yangiliklarni ko'rib turaman. Qachon tugashini. Endi olov emas, portlash. Necha kundan keyin chiqishi mumkin. Kompyutercha. Qo'yib turaman. Mana. Bo'ldi. Kompyutercha ham. Nosozlashlarni ko'rib turamiz. Bizga yeydigan narsalar kerak. Albatta yeydigan narsa. Shu yerda oltin olmak kerak, chunki o'lib qolamiz. O'lib qolishimiz ham mumkin-da. O'shimizga sal qolib qolishi mumkin. Qo'yamiz. Olish kerak. 63 ta. Bir stak hamma narsa. Yana boshqa narsalar ham olish kerak. Radiatorga qarshi narsalardan to'q olish kerak. Hop, bunaqa pechenye olamiz. Baliq, pechenye shunaqalar olma. Bitta divan qilamiz, uruq turibdi. Divan maniki qo'yamiz. 3 talik bo'ladi. Mayli, keyingi qismida portlash qo'yaman. Bo'ldi do'stlar. Mayli, mana shu ikkita qismda qo'raveramiz. 1 minut bo'lsa, necha minut qolgan quloqdan so'rab kelish kechqurun bo'ladi dedi. Kechqurun bo'ladi deyishdi. Quloqlar chiqib qolibdi.
to'xtataman. Video kamerani to'xtatib turaman. Keyin portlagandan so'ng ochaman sizlar. Chunki bu portlaganni sizlarga ham ko'rsatishim kerak bo'lishi. Voy, hamma narsalar nima bo'lib ketyapti, do'stlar. Nima bo'pti? Voy, radar kiyim olish kerak. Voy, qishloqqa. Qishloqqa. Voy, o'lib ketaman, o'lib qolaman. Voy, do'stlar, juda yomon bo'lyapti portlash. Voy, oltin olma. Voy, portlash qanaqa bomba. Voy, chidayman. Davay. Kiyimlarni kiyib olamiz. Voy, to'xtadi, qani yangiliklar ko'raylikchi. Bomba portladi. 21 soatdan so'ng o'zi keladi. Bunda kamera 21 soatdan keyin voy, charchab ketdim. 21 soatdan уже tugadi. Hech nima olmalar yemadim. Boshqa go'shtlar olib berdim, qani chiqib ko'raychi. Yonib ketmagan bo'lsin-da. Nimani ko'rdim? Voy, qishloqimiz qani qolmabdi, qishloq. Voy, do'stlar, qishloq qolmabdi. Voy, qishloq qolmabdi. Bedrock qismdami? Sindirib bo'lmaydi. Qishloq qolmabdi. Nimaga? Unda men ham o'laman, ketdim. Qishloq qolmabdi, do'stlar. Ahmoq. Nimaga o'sha ahmoq portlatib ketadi bizning aynan 999-qishlog'imizni? Voy, yomon bo'pti-yu endi. Biz ham o'zimizni o'ldiramiz. Bu qishlog'im ham ketdi. Yuraman. Hammalarga xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishamiz. Bu video juda yoqgan bo'lsa, like, obuna bosib qo'ying. Hammalarga xayr.